Uzul PHP derski 23. qism PHP'deki xatolik uçuri. PHP'deki xatolikni hal qilish torbat programmasi tuzishga boshlagandan boshlab xatolik bayqash va hal qilish program tuzishning ayrilmas bir qismi bo'lib qoldi. Shunga bu torbat programmasiniki texnik mukammallashish va murakkablashishiga ergishib, buningdagi xatoliklarni uzluksiz hal qilib menishimiz to'g'ri keldi. Agar biz tuzgan programning xatolik tekshirish qismi bo'lmasa, tuzgan program iqtidori ojiz bo'lib qolmasdan bexatarlikmi kapolat qilib bo'lmaydi. Xatolik tekshirishning tuvandagidek uch xil usuli bor. Oddiy bo'lgan usul doy jumlasi ishlatish, anaki xatolik va xatolik sezgichni belgilash, buningga trigger error funksiyasini ishlatamiz. Anaki xatolik doklati berish. Biz bu yerda oddiy bo'lgan doy jumlasi ishlatishni ko'rib o'tsak, masalan, bu yerda mavjudni ichib o'qigan vaqtimizda mavjud, agar mavjud mavjud bo'lmasa, u vaqtda bu vaqtdagi bizga berilgan xatolik uchuri maxlalat uchur bo'ladi. Agar doy jumlasini ishlatsak, mavjud tepilmadi deb bu yerda mavjudni o'qiyolmaganlik buyruqini maxlalatda belgilab, doy jumlasida xatolik eskartish uchurini ko'rsatsin deb belgiladik. Agar bu hujjatning ichilishi normal bo'lgan vaqtda undaqda if open jumlasi orqali welcome to text degan hujjatni o'qidi deb maxlalatda doy jumlasini ishlatamiz.